dam solaman, jon olaman. Din, diyonat, e'tiqod, shariat bobida ko'proq bo'ladi bu gaplar. Gapni qarasangiz sirtidan chiroylikka o'xshaydi, lekin tahlil qilsangiz ichida kufr bor, shirk bor, fisq bor, noto'g'rilik bor. Hozir yangi o'sib kelayotgan yoshlarda yo'q, avvallari yo pirim derishardi. Bu narsani ko'tara olmay qolsa pirim deydi. Ya'ni pirim yordam bering degani. Ba'zilar yo Ali deyshar edi. Ya'ni Aliga, Hazrati Aliga nido qilib, men bu narsani ko'tarmoqchiman, ko'tara olmayapman, siz yordam berib yuboring degandek bo'ladi. Aytib yurib, hozir bu lafzlar kam ishlatib qolindi. Hozir palonchini arvohi qo'llasin, pistonchini arvohi o'zi yordam bersin degan gaplar ko'p. Yo'q, arvoh qo'llamaydi hech kimni. Alloh qo'llaydi. Yana shunga o'xshagan shu o'zimizni ichimizda bilib bilmay o'rganib qolgan gaplar bor. Mana shu shirk ma'nosini anglatuvchi, Allohga bir gunohkor bo'lib qoladigan ma'noni anglatuvchi gaplardan, so'zlardan ehtiyot bo'lishimiz kerak.